Assalomu alaykum aziz aka-ukalar, jigarlar, xush kelibsiz kanalimizga. Sizlar bilan men Sirojiddin, siz Ayyomiddin TV kanalini kuzatyapsizlar. Jigarlarimiz, bugun biz yana bitta murojaat bilan kelganmiz, ya'ni Sharitos qayerda der? Salxoz vatanga kelganmiz. Jigarlarimiz, ya'ni ko'rib turibsizlar, mana bu yerda ukamizning har xil texnikalari bor ekan. Ya'ni buni sotishdan maqsad boshni aytib o'tib ketaman. Mana ro'zadan keyin xudo xolasa safar qilyapti Rossiyaga, ya'ni yo'l olayotgan ekan. Aka prosta yotmasin, bundan biri olsin, foydalansin degan maqsadda mana shuni chiqaryapti jigarlarimiz. Kelsak, mana bu texnikamiz, ya'ni 18 ot kuchiga ega ekan bu. Hajda qo'y asib baradori. Buning kompligida jatkasi bor. Jatkadori bor, gandum biladi. Bug'doy o'rish uchun jatkasi bor jigarlarimiz. Xo'p, buning rasxodi qanday ekan? Bu soatiga qancha yeydi bu? Ha? Soatga 1 litr yemaydi, 8 gram soatiga yeydi, короче. Soatiga 8 gram yeydi, motori 11:00 ma shunaqa motor jigarlarimiz, 18 ot kuchiga ega. Xo'p. Bu komplektda frezeri bor, jatkasi bor. To'g'rimi? Tamom, shekalasi bor, ha? Mana jatka, freza, pluk. Mana bunga o'tirib olasiz, ketaverasiz. Mashina. Yine. Ketaverasizlar. Qayerga xohlagan tomonga burilsa, bular bu yoqqa qilsa, bu yoqqa buriladi, bu yoqqa bu yoqqa buriladi ekan. Xolos, burilishlari hamma tomonlama zo'r. Xo'p, keling, operator yaqinroq kelingda. Buni komplekt jatka, pluk, frezasi bor. Narxi qancha buni? 25 ming deyapti. 25 ming muomalasi bor, ha? Stepanj azor bu muomala. Yili nechinchi yil bu? 2021 mi 2022 shunday deyapti. Xo'p. Mana bu yerga kelamiz. Bu narsani ko'p akalarimiz o'zi biladi. Ya'ni g'ish chiqaradigan stanok bor. G'ish chiqaradigan pol hammasi bu bilan kompress bilan presslaydi. Bunga loyda tas urasiz, sharaq qilasiz, knopkani bosasiz, buni qotirasiz. Tamom, presslab chiqaryapti. Mana bu yerda, ya'ni mana shuni o'zini bu ukamiz olib kelgan ekan, 25 ming so'mga olib kelgan ekan. Hech qancha ishlatgan yo'q ekan hali. Olib kelgan yarasha bir ko'psa bir 60 mingta g'ish qo'yibdi, qandini o'rsin. Bu o'tgan yil olgan ekan, 60 mingta g'ish qo'yibdi jigarlarimiz. Rabochim sotsialda deyapti, 23 ming narx qilyapti. Yana ozgina muomalasi bor dedi. Xo'p, mana bunisi loy qoraydigan narsasi bu jigarlarimiz. Yaqinroq kelamiz. Bu loy qoraydigan narsasi, xohlasangiz, nima deb bunaqa yumshoqroq yer bo'lsa haydashi ham mumkin jigarlarimiz. Buning narxini o'zi olgan ekan 7 mingga, kim olsa 5 mingga berib yuboramiz dedi. Xohlasangiz olasiz, loy qoraysiz, xohlasangiz addelni sotasiz, farqi yo'q, kelishtirib qilaveradi. Mana bu dvijok, lubajiga o'rasiz, salarkan solasiz. Benzinmi sarfmi bu? Salarkan solasiz. Apparatni ishlatib ketaverasiz. Bir kunga 2 mingta g'ish qo'yadi. Xo'p, kel. Mana chiqargan g'ishlarini qarang. Mana. Necha bu g'ish? Razmeri. 18 ga 18. Ha, 38 ga 18. Qalinligi 10 ekan. Apparatda shayla hovlidan tugilgan. Keyin bu sinmaydi. Ya'ni quloq solingizlar, jigarlarimiz, bir ta narsa zavisimi loyingizga, to'prog'ingizga zavis qiladi. Tushundingizmi? Qizil to'proq bo'lsa, вообще kачество zo'r chiqadi. Keyin yana boshqa texnikalar ham bor bu yerda. Hozir ko'rsatamiz. Hozirgi motoblogimizning jatkasi uni bo'ladi jigarlar. Bo'da o'rati. Qaysiniki? Ha, ko'ktikmi bu? Ha, bu 1,5 metr. 12-1,20 jatka. Ha, bu 1,5lik, ha? Bu 1,5lik ekan, bu kattaniki ekan, bu bunaniki ekan. Bu traktordan sotiladi chunki. Rossiya kelsa kim aylaydi buni? 12 ichkarida ekan jatkasi. Hali yangi deydi aka deydi. Terib beraman deydi. Xo'p, bu traktorimiz kelamiz, yerlarimiz, bu traktorimiz ham 18 ot kuchiga ega. Hajda qo'y asp. Buni, ya'ni ko'ryapsizlar, qanday qilgan? Bu traktor bunday bo'lmagan. Bu traktor maydagina bo'lgan.
Maydagina ixcham maydagina bo'lgan. Buni olib, pridelka qilib, katta traktor qilib qo'yibdi. Ya'ni filtrlarni ko'ryapsizlar. Men kelamiz. Buni pridelka qilgan narsasi. Mana bu mostimi nima deydi? Bular uzaytirilgan. Ha? Bular uzaytirilgan, mostlar uzaytirilgan. Mostlar pridelka qilib uzaytirilgan bular, mana shunday gasiga. Faqat mana motor o'zining joyida, daji korobkagacha almashgan. Korobka ham Jigulowskiy korobka qo'yib qo'yibdi deganlarimiz. Mana bularni razishirib qilgan. Xo'p, buni bu kultivatsiyasi. Mana kultivatsiya bor. Hayla mana kultivatsiyasi bor buniga. Shunday qo'yib 3 ta kultivatsiyasi bor. Bitta nima bor? Chiqarib o'tmadik. Keyin buni komplektida kultivatsiyasi bor. Ha, plyugoniki ekan. Chizil. Bunda nima? Put jatka. Ha, bunda kultivatsiya jatka. kultivatsiya bilan jatka bor ekan. Tamom. Buni narxi qancha buni? Buni 35 deyapman. 35 ming so'm. Ne soat ishlagan bu? 18 ot kuchiga ega. Ne soat ishlagan bilmaysiz. 5 yildan beri ishlab kelyapman. Ya 5 yil bo'lsa ishlatasiz. Pridelka qilgan bu nima desangiz, zigalarimiz korobkaga Jigulowskiy, xohlasangiz jatka mana bu yoqqa oldiga jatkaga tayyorlab qo'yib qo'yibdi. Tayyorda buni pridelka qilmaysiz. Mana bunga jatkani tog'asiz. Jatkani toqqaningizdan keyin mana bunida mana troslar bilan pridelka qilib qo'yibdi. Mana tros mana bunga shunday ulanadi. Mana shunday. Hozir ko'rsatamiz. Mana shunday ulanadi. Ko'ryapsizmi? Xo'p, mana. Shunday keladi. Buni beqsangiz mana shunday qilsa o'ynayveradi. Buni ovuri bilan-da hozir ovuri yo'q-ku. Mana shunday o'ynayveradi. Mana o'zida legarka qilgan. Qarang, bitta, ikkita, mana hammasini legarka qilgan. Ular chunki filtrni baland ko'targan sababi chang, buda urganingizda chang bo'ladi. Shuning uchun chang yutsa, motor bir oyda o'zi bir sezonda kaput bo'ladi. Shuning uchun buni ko'tarib qo'yibdi. Mana bularni ham ko'tarib qo'yibdi jigarlarimiz. 35 ming muomalasi bor. Seyfan jazar bu muomala bo'ladir, ya'ni. Ham qo'y hajda aspa. Qatif kuchi dora. Kultivatsiya dora и жатка dora. Xo'p, adres guftagim Noy Shartos, Dihaye Vatan, ha? Dihaye Vatan. Nazdikami shaharda 4-5 kilometr. Qaramta ma'qul barodar qilish darajasi Rossiya raftaniya. Negaki naista yavam qazgiraju istifoda bor. Xo'p, yana nima qoldi? Aytilmagan. Qolgan hammasi aytildi, ha? Taqda nomerlari bo'ladi jigarlarimiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Mana shu kelishtirib narxi beradi. Birdan hozir zeri navorda nomer o'shas, qadam ma'qul zang zanin. Bu muomala xushruh ast. Salomat bo'lishing, zinda bo'lishing. Jigarlarimiz omon bo'linglar.